Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli görürmenler. İstiqlal kündülük haberlerini görüşüngana kızgın karşılamız. Men Erşidin Ediqot. Tövende vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibiga alaqadar muhim haberlerini huzurunla sunumuz. Qani diqqatinglar ekranımızda bolsun. Xitoy Sharqiy Turkistondagi saxta tashviqoti uchun chet ellik tor mashhurlarini ishga soldi. Xitoy Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini pardozlash uchun saxta tashviqotlarni turli usullari bilan kengaytirayotgan bo'lib, bu yil atalmish Uyg'ur avtonom rayoni qurilganligining 70 yilligiga alohida tayyorlik qilish nomida saxta tashviqotlarni texmo kuchaytgan edi. Yaqinda Xitoy o'lkalaridagi bir turkum tor mashhurlarini Sharqiy Turkistonga chaqirib, saxta tashviqoti uchun ishga solgan Xitoy rejimi yana Yevropa ellaridan bir turkum tor mashhurlarini Sharqiy Turkistonga to'pladi. Xitoy tashviqot organi Tangritog to'rining bu vaqtdagi xabarida qayd qilinishicha, yaqinqi atalmish Xinjiang xalqaro tarqatish markazi bilan Tangritog to'ri hamkorlashib, atalmish tor mashhurlarining Xinjiang 4 fasl sayohati 2 fasli nomida faoliyat tashkillagan. Amerika, Angliya, Rossiya, Kanada, Fransiya, Germaniya qatorliq davlat va rayonlardan kelgan 16 tor mashhuri Urumchi, Xotan, Qashqar, Qizilsuv qatorliq joylarga berib, oldin tayyorlangan saxta maydonlarni suratga tortib, turli qisqa videolarni ishlab Xitoyning saxta tashviqotiga moslashgan. Xitoy oldingi oydimi 40 dan ortiq Xitoy tor mashhurini Xitoycha zamonaviylashtiriishning turli tuman qiyofati nomida Sharqiy Turkistonga yig'ib, Xitoy rejimining Sharqiy Turkistondagi atalmish natijalarini jamiyat inoqligi, muqimligi, xalqning xotirjam yashab, xushal-xo'ram ishlayotgan baxtli turmushini bayon qilishni talab qilgan edi. Xitoyning chet ellik yollanma tor qo'shuni orqali saxta tashviqotini tarqatish va jamoat fikrini o'zgartirishga urinish qilmishi yillardan buyon davomlashib kelayotgan bo'lib, Avstraliya strategik siyosat instituti bir necha yil burun e'lon qilgan dokladida Xitoyning saxta tashviqoti uchun xizmat qilgan o'nlagan chet ellik tor mashhurini fosh qilgan edi. Dokladda bu shaxslarning Sharqiy Turkistonda planliq sayohatga o'rinlashtirilganligi, ularning Xitoyning Sharqiy Turkistondagi jinoyatlarni oqlaydigan, pardozlaydigan video yoki boshqa turdagi mazmunlarni tarqatganligi qayd qilingan edi. Ikkinchi qatimliq Uyg'ur mahalla o'yinlari faoliyati o'tkazildi. 24 avgust 2 qatimliq Uyg'ur mahalla o'yinlari faoliyati ko'plagan Uyg'ur o'smirlari va ota-onalarining qatnashishi bilan Istanbulda o'tkazildi. Faoliyat Sharqiy Turkiston Nuzugum kultur va oila jamiyatining o'rinlashtirishi va Xalqaro Sharqiy Turkiston tashkilotlari birligining qo'llashi bilan o'tkazilgan bo'lib, Zaytunburni rayonidagi Kozim o'z olib boshlang'ich maktabiga o'rinlashtirildi. Faoliyatga yana parla ingliz tili, Uyg'ur sistem qatoriqlar ovoz qo'shdi. Mazkur faoliyatda Uyg'urlarning an'anaviy mahalla o'yinlari o'smirlarga tunishtirildi. Maydonda turli o'yinlar uchun ayrim qism ayrilgan va o'yin lozimatlari tayyorlangan bo'lib, faoliyatga kelgan necha yuzlagan Uyg'ur o'smir chambar, dumdum, beshtosh, to'rtquloq, 8 uy, tepkuch, chamg'ur yulush, arg'amcha sakrash, rezinga atlash, oq terak, ko'k terak, qara qushlarim, yog'liq tashlash, gagar kaltak qatorliq 30 ga yaqin an'anaviy o'yinni o'ynab xushalliqqa cho'mdi. Vallahi bu yerda Uyg'ur o'yinlarining ingliz ismi bilan Uyg'urchasini birlashtirib tipish o'yin o'ynadik. Qarab baqsam betchiq Uyg'ur bolalar kelibdi o'shaga. Bir bilan o'ynayotdi, har xil o'yinlarni o'ynayotdi. Uyg'ur kiyimlarini kiyyapti, kanva ko'ylaklarni, do'ppilarni kiyyapti. Bolalar shunday xushal erkin-ozod o'ynabdi. Menimcha bo'lganda bu qitimliq faoliyatning ahamiyati har jihatdan nihoyat yaxshi bizning Uyg'ur jamiyatimiz uchun. Faoliyatda o'smirlar yana turli Uyg'ur taomlari va tatliq turumlarga eg'iz teggandan sirt, ustozlarning yetakchiligida Uyg'urlarning an'analari, urf-odatlari bilan tunishib chiqdi. O'smirlarning o'ynagan o'yinlari xotirlanib, ma'lum sanaga yetganlarga o'yinchoq hadya qilindi. Nuzugum kultur va oila jamiyatining raisi Munavvar o'z Uyg'ur xonim Istiqlol televiziyasining ziyoratini qabul qilib, İstanbul'ның her qaysi joylarida yashayotgan Uyg'ur o'smirlarini jam qilgan bu faoliyatning muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidladi.
Bugünkü ötküzgen faaliyetimiz Uygurlarınki an'anaviy oyun faaliyetlerinki ötküzülüşünün ikinci qatimi. Biz bu oyunlarni o'ynash orqali o'zimizning milliy kimligimizni saqlab qolish va kelajakdagi avlodlarimizga milliy kimligimizni miras qilib qoldirish va ularning bizning madaniyatimizga yaqindan tunishiga vasila bo'lishni maqsad qildik. Bir qism o'smirlarimiz ziyoratni qabul qilib, o'zlarining nihoyatda xushal bir kunni o'tkazganligini, bu faoliyatning bundan keyin yana davomlashishini umid qilganligini bildirishdi. Assalamualaikum, bugün bek ko'ngil oynadim. Bek yaxshi o'yinlar borki. İstanbul'da Sharqiy Turkiston va Falastin uchun dengiz yurishi namoyishi o'tkazildi. Turkiyadagi Falastin va Sharqiy Turkiston davosiga ko'ngil bo'ladigan bir turkum tashkilotlarning hamkorligida 23 avgust Sharqiy Turkiston va Falastin uchun dengiz yurishi namoyishi o'tkazildi. Xalqaro Sharqiy Turkiston tashkilotlar birligi tashkillashga aktiv ovoz qo'shgan mazkur namoyishda plakatlar isilgan 10 ga yaqin paraxod Istanbulning Qarako'y portidan yo'lga chiqib, dengizda bir necha soat birlikda yurish qildi. Bu jarayonda namoyishga ishtirok qiluvchilar Sharqiy Turkiston va Falastin bayrog'ini lapildatib, zulmga, irqiy qirg'inchilikqa qarshi turli shuarlarni to'lab mangdi. Namoyish jarayonida yana Xalqaro Sharqiy Turkiston tashkilotlar birligining muavin raisi Obul Qosim Ahmadiy so'z qilib, ikki xalq boshdan kechirayotgan irqiy qirg'inchilik haqida va da'vo yo'ldan voz kechmaslik, umidsizlanmaslik to'g'risida qisqacha so'z qildi. Namoyishda paraxodlar mashhur Qiz qal'asi atrofiga yig'ilib, guduk chilib va mash'al yiqib, zulmga qarshi o'rtaq maydonini ifodaladi. Filippin bilan Avstraliya Xitoyga qarshi mudofaa kelishimi imzolamoqchi. Filippin bilan Avstraliyaning mudofaa ministrlari oldingi juma bayonot e'lon qilib, Hind Tinch okean rayonidagi o'rtaq bexatarlik xirislarini bartaraf qilish uchun harbiy hamkorlikni kuchaytirishni o'ylashayotganligini va kelar yili yangi mudofaa kelishimiga imzo qo'yishni planlayotganligini bildirdi. Filippin mudofaa ministri Gilberto Teodoro bu vaqtda to'xtalib, kuchaytirilgan mudofaa hamkorlik kelishimi texmo ko'p qitimliq birlashma harbiy manevrlarni o'tkazishga, shundaqla birlashma harakat iqtidorini oshirishga va rayonning to'sish kuchini kuchaytirishga yo'l ochadi, dedi. Ministrlar yig'iniga qatnashish uchun Manilaga kelgan Avstraliya mudofaa ministri Richard Marles bu kelishimning Filippindagi mudofaa asosiy qurilishining taraqqiyotini qo'llaydiganligini, 5 joyda turlarining planlanganligini bildirdi, ammo tafsilotini oshkorlamadi. Ikki ittifoqdosh davlatning o'rtasidagi bexatarlik hamkorligi Janubiy dengizda Xitoyning kunsiri kuchayayotgan zo'mgarligiga qarshi turish maqsadida borgan sari cho'nqirlashmoqda. Marlesning ziyoratidan ilgari Filippin armiyasi talash tortishliq 2 Tomas sohili atrofida Xitoy paraxodlari sonining ko'payganligini bildirgan bo'lib, bu ahvol Canberra bilan Manilaning davomlashayotgan birlashma manevrga to'g'ri kelgan. Xitoyning Maniladagi bosh elchixonasi bu vaqtdagi savollarga javob bermagan. Hurmatli ko'ruvchilar, bugungi xabarimiz mushu yerda oyoqlashdi. Ko'rganingizga rahmat. Ertedeki programda görüşkice aman bulgaysizlar. Allah'a emanet.